Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, yurtdoshlar, salomatmisizlar, hammanglar sog' salomatmisizlar. Mana bugun mart oyining oxirgi kunlari, 29-mart. Xo'p, Buxorolik akamiz Rossiyada ishlar ekan. Bizi videoda internetga qo'ygan ishlarimizni yoqtirib, ma'qul ko'rgan ekan. Bugun bir 10 kishilik bitta komplektimiz va 6 kishilik bitta komplektimizdan zakaz qildi. Xudo xolasa, sizlarga ham ilindim, bir qator ko'ringlar, do'stlarga ulashinglar. Xudo xolasa ishlarimiz ma'qul kelsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqarsa, chiroyli go'zal qilib, aytgan fasonlarda, aytgan ranglarda uylar dizayniga moslab tayyorlab beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bunimiz 12 talik edi. 10 talik holatda zakaz qildi. Cobra Monica 3D deyiladi. Yong'oq yog'ochda bo'lgan. Xonlarimiz 270 ga 110 qilingan. Oldi va orqa ko'rinishlari. Xudo xolasa xonimiz xon taxta bo'lgan xizmat qiladi. Endi u akaga unaqa muhim bo'lmasa kerak, xudo xolasa. Xo'p. Bu bitta 10 kishilik komplektimiz va 6 kishilik komplektimiz. Xudo xolasa yong'oq xonlarga qanday ishlov bergan bo'lsak, bularga ham shunday ishlov berildi. 12 talik ustki fasonda qilingan yong'oq yog'ochdan bo'lgan 6 kishilik komplektimiz. To'ylar kimga qanday fasonda, qanday rangda ma'qul kelsa, shunday qilib tayyorlab beramiz. Like va podpiska bosishni unutmanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa ishlarimiz qanday holatda chiqdi, kimga qanday manzur bor yoki qanday kamchiligi bor, kommentda izohda fikringizni qoldiringlar. Hammaga rahmat.